Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshilar. Bir ajoyib videoni bo'lishmoqchiman. Odatda ehson safarlarini yurgizamiz. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uylar salur, remont, boshqadan mashg'ulotlar shu ya. Lekin bir yo'nalish bor. 2 marta bo'ldi o'sha vaqtga deyim, ya'ni az aytaman, oldinda e'tiborsiz qoldirildi. Birinchi sanda olib chiqqanimizda, keyingi safar ham olib chiqqan vaqtimizda e'tiborsiz qoldirildi-da bu. Nega ekanini bilmadim, lekin bu 3-video bo'ladi. Ya'ni yaqinda Abbas imkoniyati cheklanganligiga qaramay harakat qilayotgan insonlarda biz olib chiqsak, shu videolar natija bermadi 2 marta oldin negadir. Bu safar yana bir marta olib chiqyapman bu videoni. Ne uchun sizlarga ko'zingizni qattiqroq oching do'stlar. Bular eng birinchi yordam berib kerak bo'lgan odamlar. Ya'ni qarang, imkoniyati cheklaniga qaramay Abbas do'stimiz bir qancha chet elda, o'zimizning O'zbekistonda shaxmat yo'nalishi bo'yicha qalasangiz tuzib ko'rsangiz bo'ladi. Bu videoni oldin to'monga solib qo'yib, Toshkentdan kelib tushirib ketgan. Bunda harakat ham yo'q. Azmaz oyog'ini aqsanlab yursa-da ishkavedi, yamasa bir oyog'imay deb suyurib yursa-da, onda ham yo'q. Tek yotgan holda tek aql menen, o'ylov qobiliyati menen ishlaydi-da. O'rnina o'zining papasi deymiz, akasi masalan shu shaxmatni yurib beradi. Ko'rdingiz? Tek moy istep turibdi. Dini hareketde emas. Qarang, ko'ring. So'g'an qaramay bayroq, elimizning bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, chet elmi, so ahvolida yurib borib o'tiribdi. Ko'z oldingizga keltirib ko'ring, masalan, uni akasiga mingdan rahmat aytsa bo'ladi. Uni e'tiborsiz qoldirmay sonday harakat qilib o'tirgandan. Buni so'zben ta'riflab yetkazib bo'lmasa kerak do'stlar. Ne demoqchiman? E'tiborsiz 2 marta qoldi. Oldin Salima qizimiz chiqardi. O da e'tiborsiz qoldi. Qiz bola bo'lib turib, imkoniyat cheklangan, kim ta'minlangan, qiynalgan joyda jasab, so'g'an qaramay sport bilan shug'ullanib, yerimizning bayrog'ini ko'tarib yurgan harakat qilayotgan qizlarimiz. Negadir bu videolar e'tiborsiz qoldiriladi-da. Do'stlar, yana bir martaba murojaat qilyapman do'stlar. Abbas do'stimizning yaqinda yana chet elga chiqib, u elimiz bayrog'ini ko'tarishga imkoniyat tug'ilib o'tirgan ekan. Abbas do'stimizga azmas qavindar kerak do'stlar. Papasining nomerini, aqasining o'zining akasining nomerini yozib qoldiraman, ko'rsatilgan nomerga shiqing, baylansin yoki bizga shiqing baylantirib beramiz. So'rang, imkoniyati borlar, xarajat taraflama yordam bersangiz, bu Abbas do'stimizni yana bir marta chet elga chiqarib, yerimizning bayrog'ini ko'tarib, bu borg'u, bu hazil narsa emas, men aqlimga da sig'dira olmayman. Qisqasi qavindar kerak. Ya'ni do'stlar, birgalikda harakat qildik, bir yerga keldi. Do'stlaringiz bormi? O'zingizda imkoniyat bormi? Yo'qmi? Boshqa imkoniyati borga jiberib qo'ying yoki qo'ng'iroq etib qo'ying. Qarang, bunda inson bor. Biz bilan birga bir yerda yasa, bir davrda bir yerlashimiz yasab o'tiribdi o'shunday. O'sha imkoniyatni qaramay turib, yeli uchun bo'lgan masalan sizning to'g'ri aytganda aqshangiz yoki boshqalaringiz dimda kerak emas. O to'sakda yotgan odammiz. Grup aytganda qarab tursangiz, hech qanday o'da shaxsiy jeki map yo'q. Oda tek yelning bayrog'ini ko'taraman degan harakat istayman. İnsanlarning ko'zini ochib qo'yaman masalan. Qarang, haqiqatda da ko'zimizda ochib qo'yatinday insonda u. Lekin sonday videolar e'tiborsiz qoldiriladi-da, hayron qolib qo'yaman. Bizga ulko'rak qavindi. Endi juda ulkan pul aytayotgan jo'qman. O'zi arzimagan pul topsak bo'ladi. Lekin qo'ng'iroq eting. Kimda imkoniyat bor? 1 million ba, 2 million ba, 3 million ba masalan. Bir usul jarısqa chiqaraylik, usul balamizda. Ana uyinda yotib masalan ixlos bilan yana shu yerga boraman, chet elga yana. Qaysi mamlakat aytgan unutqandim. Alыс mamlakat. So'yoqqa deyim borib qaytib ansat bo'lmaydi buning o'zini borib qaytuvi. Lekin so'g'an qaramay el shuni harakat qilyapti. Odamlar shuni harakat qilyapti. Buni beparvo qoldirmamiz kerak do'stlar. Qo'ng'iroq eting, baylantiramiz. Yana bir marta bu uy bilan o'zini to'g'ridan-to'g'ri qalasangiz olib bering, qalasangiz kartalarni o'tkazib bering. Qo'llab-quvvatlab bering do'stlar. Imkoniyati bor. Ağalarımız, apalarımız baylanışda sizlerni kutib qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.